2025-yil 1-yanvardan elektron to'lov tizimiga o'tganimiz munosabati bilan avtobuslarda to'lovni amalga oshirmayotgan yo'lovchilarga yanvar-fevral oylari davomida ogohlantirish targ'ibotlarini amalga oshirdik. 14-mart kunidan chiptasiz yurgan yo'lovchilarga Ma'muriy kodeksning 144-moddasiga asosan choralar ko'rilmoqda. Barcha yo'lovchilar avtobuslarda to'lovlarni amalga oshirishlarini so'rab qolaman. Qachon o'rgandingiz? Yo'lovchilarni pul to'lamasdan tushib ketgan holatlarni ko'rdingizmi? Ko'p holat Ko'p bo'ldi. Qachon amakilar ham chiqishadi, kartasi pul qolmagan bo'lsa tushib ketaverishadi. Kichkina bolalarda bir xillarda karta bo'lmaydi, tushib ketaveradi ular ham. Shunaqa holatlar bo'ldi, to'qizmasdan tushib ketishadi ham. Gavjum paytda, tirbandlik paytida misol biz karta urib tushishimiz kerak, biz uramiz, lekin orasida kimdir o'tib ketib qoladi. Ya'ni bilmayapti-ku, ko'rmayapti-ku degan aqidada o'tib ketishadi, lekin biz ko'rmasak ham tepadagi yaratgan ko'rib turibdi-ku hammasini, yoki kamera nazorati bor, boshqa odamlar bor, sal uyatish ham kerakda, xizmatdan foydalangandan keyin to'lovni qilish kerak. Qilayotgan to'lovimiz ertaga misol shu avtobuslarni o'rindig'ini yoki bir yana qanaqadir bir qulayligini shakllantirish uchun o'zimizga qaytib keladi. Bugungi kunda haydovchilik endi bu xizmat ko'rsatish darajasiga chiqdi. Bu xizmat ko'rsatish qanaqa professional xizmat ko'rsatish, ya'ni aholini xavfsiz bir joydan ikkinchi joyga, manzilga yetkazib qo'yish mas'uliyatini haydovchilarimiz oldi. Oldingidagi quvalashib yurishlar yo'q. Sababi endi uni aholimiz ham to'g'ri tushunishi kerak. Sababi mana shu har bitta to'lanayotgan pullarimiz davlatimizni byudjetiga borib tushishini va bu byudjet orqali bizni o'zimizga qaytishini hammamiz tushunishimiz kerak.